Ssылkalarni qoldiraman, Instagramlarni ham qoldiraman. Nima sababdan? Hozir ularda skidka tugagan bo'lsa ham, mani auditoriyam uchun 50% skidka qilib beradilar. Ulardan polniy biznesni o'rgansanglar bo'ladi. Yana qanaqa biznes? Xitoydan saytdan narsalar olib keltirish bor, bir xil prosta saytdan narsalar olib kelishni o'rgatadi. Bular nimani o'rgatadilar? Kargoni bilasizlar, $10, $11 turadi o'zi. Men o'zim ham zakaz qilaman qizlarimga, o'zimga kiyim Turkiyadan, Xitoydan $11, $13 ga ham olaman bir xillarda. Ular $3, $4 ga qaysi kargodan zakaz qilishni o'rgatadilar. Qaysi Xitoy sayti bilan ishlash, Xitoyda optim sotadigan sotuvchilar bilan ishlash, hammasini adresini beradilar. Hech qanaqa sirlar bo'lmaydi. Так что ularga подписаться qilib olsanglar bo'ladi. Sizlar подписаться qilguninglarcha. Mana shu videoni ko'rib, biz ham shunaqa joyga boraylik, o'zimiz pul topaylik deb turganinglarcha kofemni ichib olaman, sovib qoldi.